Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. E'tiboringiz markazida Futbol vaqti kanali. Do'stlar, bugun Angliya Premier Ligasida super to'qnashuv bo'lib o'tadi. Bugun Angliya Premier Ligasining 31-tur doirasida biz Manchester derbisi hamda Manchester Unitedning Manchester Cityga qarshi uchrashuviga guvoh bo'lamiz. Do'stlar, super uchrashuv afsonaviy Old Trafford stadionida Manchester United Manchester City jamoasi hamda Abduqodir Husanovni qabul qiladi. O'tgan safargi Leicesterga qarshi bo'lgan o'yinda ko'pchilik Abduqodirni ko'ra olmaydigan o'zimizning negativ vachchalar hamda chet eldagi negativ vachchalar mazza qilib Abduqodir Husanov haqida negativ yozishdi. Bo'ldi, zaxiraga o'tirib qoldi, u qildi, bu qildi. Assalomu alaykum do'stlar. Ishonchim komilki, bugun Manchester Unitedga qarshi Abduqodir Husanov 99.9% asosiy tarkibda tushadi. Sabablarini keltirib o'taman. O'tgan o'yinda nega Manchester City futbolchisi Abduqodir Husanov asosiy tarkibda tushirilmadi? Umuman dam berildi. Sababi Qirg'izistonga, Eronga hamda Dortmundga qarshi juda ham qiyin uchrashuvlarni o'ynadi Abduqodir Husanov va bu jismoniy toliqishdan so'ng Abduqodir Husanovga Pep Guardiola dam berishga qaror qildi. Bugungi uchrashuv oldidan nasib qilsa bugun ishonchim komilki, nasib qilsa bugun Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushadi Cityda Unitedga qarshi va dunyodagi barcha negativ vachchalarning negativlariga nuqta qo'yadi va nasib qilsa super uchrashuvda ishtirok etib jamoasiga yordam beradi degan umiddamiz. Do'stlar, keling o'yin haqida ma'lumot berib o'taman. Bugun uchrashuv O'zbekiston vaqti bilan 20:30 da, Moskva hamda Sankt-Peterburg vaqtlari bilan esa 18:30 da boshlandi. Super uchrashuv. Barcha ichlaringizni yig'ishtirib qo'ygan holda tomosha qiling. Bugun yakshanba, futbol tomosha qiladigan kun do'stlar. Shunday ekan 20:30 da O'zbekiston vaqti bilan 18:30 da Moskva Sankt-Peterburg vaqtlari. Faqat bitta narsa bor do'stlar, bu uchrashuvni hech qaysi telekanal, na Zo'r TV, na Futbol TV, na Sport TV qo'ymaydi. Men yana va takror aytaveraman. Eslab qoling, bilmaganlar bilib oling. APL, ya'ni Angliya Premier Ligasini O'zbekistondagi hech qaysi televideniya olib bermaydi. O'zbekistonda faqatgina Angliya Kubogini olib berishadi. Kubok boshqa musobaqa, Angliya Premier Ligasi boshqa musobaqa va Angliya Premier Ligasini ming afsuski hali hech kim sotib olgani yo'q. Shunday ekan, bu uchrashuvni internet orqali ko'rishga majbur bo'lamiz, ayniqsa bizning Telegram kanalimiz orqali, ya'ni Futbol vaqtining Telegram kanali orqali mana shu uchrashuv nasib qilsa jonli efirda namoyish qilamiz. Jonli efirni bizning Telegram kanalimizga o'tib mazza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Super uchrashuv bo'ladi. Nasib qilsa harakat qilamizki, sizlarga sifatli tarzda namoyish qilishga. Do'stlar, jonli efir manzilini yoki Telegram kanalimiz manzilini mana shu videoning kommentariyasida jonli efir manzili degan yozuvni pastida ko'k yozuv bo'ladi. Ko'k yozuvni ustiga bosib Telegram kanalimizga obuna bo'lib 20:30 da futbolni mazza qilib tomosha qilsanglar bo'ladi. Do'stlar, har doimgidek sizlarga bitta savol bilan yuzlanmoqchiman. Bugungi uchrashuvda qanday natija kutyapsiz? Bilaman, orangizda juda ham ko'p, minglab, kerak bo'lsa 100 minglab, balki millionlab Manchester Unitedning ham muxlislari bor. Muxlislari men bilaman, Manchester Unitedning muxlislari juda ham ko'p. Siz Unitedning muxlisi bo'lsangiz, men ham aslida Cityning muxlisi emasman, lekin Abduqodir Husanov Cityga o'tganligi uchun buni qo'llab-quvvatlayapman. Keling do'stlar, o'z taxminlarimizni yozib qoldiramiz. Bugungi uchrashuvdan qanday natija kutyapsiz? Shunchaki nima kutyapsiz uchrashuvdan? Qanday natija kutyapsiz? Unitedning g'alabasinimi, Cityning g'alabasinimi yoki durrangnimi nima kutyapsiz? Nima kutayotgan bo'lsangiz kommentariyada yozib qoldiring. Yana bitta narsani aytaman do'stlar, Futbol vaqti kanali mana shu yili 2025-yilda 500 minglik marrani kesib o'tmoqchi. Yaxshi niyat qildik, Allohdan so'radik, 500 ming obunachiga yig'moqchimiz. Shunday ekan do'stlar, agar siz pismiqqa o'xshab bizga obuna bo'lmasdan bizning videolarimizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, do'stim, 1 soniya vaqtingiz ketadi. Obuna bo'lib qo'ying, podpisatsiya, subject yoki bo'lmasam obuna bo'lish tugmasini bitta bosib qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Ishoning, bu kanalga obuna bo'lganingizdan afsuslanmaysiz. Birinchi sabab, biz hech qachon hech narsani reklama qilmaymiz deyarli va harom narsalarni umuman reklama qilmaymiz. Futbol kanallari orasida esa haromni reklama qiladiganlar juda ham ko'p. Shunday ekan do'stlar, halol insonni qo'llab-quvvatlasanglar, bizga obuna bo'lsanglar, bizga shunchaki bitta like bosib qo'ysanglar yetadi. Bir sim kerak emas, shunchaki kontentlarimizni kuzating, jonli efirlarimizni kuzating. Nasib qilsa eng zo'r videolar bizda bo'ladi. Futbol vaqtida qoling va futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz. Mazga obuna bo'ling dedim. Nimaga obuna bo'lmadingiz hali ham? Obuna bo'lib qo'ying. Jigar, xafa qolasiz.
Sog' bo'linglar do'stlar.